Bu kun yuraklarda abadiy yashaydigan jasorat va fidokorlik kunidir. Ikkinchi jahon urushida o'zbekistonliklar jasorat ko'rsatdi. 500 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz halok bo'ldi. Bugun biz ularni eslaymiz. Ularning jasorati biz uchun abadiy sabotdir. Men eslayman. Men qadrlayman. Rahmat sizlarga. Sizlar abadiysiz. Xotira bor ekan, tirikdir millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur. Xotira elni xalqqa etguvchi qudrat, xotira ertani yoritguvchi nur. Ozod O'zbekiston bosh ega bu kun. Shahid farzandlari nomini yo'qlar. Qay biri bedarak, qay biri buyun, uzoq sarhadlarda jimgina oqlar. Manguga tinmishdir qalb tug'yonlari. Endi xotirangiz yo'ldoshdir bizga, xalqimning fidoyi mard o'g'lonlari. Allohning rahmati yog'ilsin sizga. Hurmatli yurtdoshlar, 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barchangizni chuqur hurmat va samimiy minnatdorchilik tuyg'ulari ila tabriklaymiz. Bu kun yuragimizda mangu yashaydigan qahramonlar xotirasi uchun bosh egish kunidir. Biz urush va mehnat frontida fidokorona xizmat qilgan yurtdoshlarimizni eslaymiz, qadrlaymiz. Ularning jasoratidan ilhom olamiz. Tinchlik eng oliy ne'mat. Uni asrash barchamizning burchimiz. Zero xotira abadiy, qadr muqaddas.